Assalomu alaykum. Men Abdurahmonova Dilbar Po'latxo'jayevna. Yoshim 55 da. Men kompyuter savodxonligi va AI kursini, 1 oylik kursni yakunladim. Birinchi shu Instagramda ko'rganimda menda shunaqa savol tug'ilgandiki, rostdan o'rgana olarmikinman? Ayniqsa shu yoshimda degan savol tug'ildi va ikkilanibroq murojaat qildim. Adashmagan ekanman. Birinchi dars o'zidayoq fikrim juda ham o'zgardi. Bu yerdagi darslarni tashkillashtirilishi, ustozlarni dars berishi, eng asosiysi o'zlarini bilimlarini mana shu o'quvchilarga, ya'ni talabalarga mukammal yetkazib bera olishlari menga juda ham yoqdi. Men juda ham minnatdorman. Mana hozir 1 oylik kursni bitirdim. Deyarli mana juda ham yaxshi o'rgandim deya olaman. Mana bugun sertifikat oldik. Barcha jamoaga o'zimning minnatdorchiligimni bildiraman. Kattakon rahmat. Ayniqsa ustozim Elbekka juda ham katta minnatdorchilik bildiraman. Chunki bizga shunaqa bilimlarini, o'zlarining bilimlarini mukammal o'rgatishga harakat qilib, juda ham chiroyli darslarni juda ham chiroyli tashkillashtirib, chiroyli o'tdilar. Butun jamoaga, ustozlarga, barchalarga rahmat. Kompyuter savodxonligi kursini boshqa insonlarga, ayniqsa hozir davr talabida barcha inson o'rganishni xohlaydi ko'pchilik, lekin o'rgana olarmikinman deb menga o'xshab ikkilanib qolishligi mumkin. Ikkilanmanglar, mana shu o'quv markaziga kelib o'rganishinglarni tavsiya qilaman. Rahmat. Hamma darslar juda ham chiroyli va mukammal o'tdi. Sog' bo'ling.